qarindoshlari bilan jigarlar o'rtasida ko'proq mehrga muhtoj bo'ladigani, ko'proq qondoshini, jigarini darvozaga chiqib yoki derazadan mo'ltillab kutadigani opa-singil bo'ladi. Chunki opa-singil birovning oilasi u o'zini ruxsati bilan akasidan, ukasidan, otasidan, onasidan xabar olishga, diydorlashish uchun unda imkon yo'q, fursat yo'q. Fursat ham imkon bor, lekin ruxsat yo'q. Shu uchun bekorga xalqimizda opasini ko'rish uchun, singlisini ko'rish uchun bug'doy oralab borgan akaning, ukani hech kimni, qozini ham jazolashga haqqi yo'q. Garchi u bug'doy xalqning rizqi bo'lsa-da, garchi u bug'doyni bosib singlisidan, opasidan, singlisidan xabar olish uchun borgan, shuni hikmati uchun, shuni savobi uchun mayli bug'doyzorni payxon bo'lishdan ham kechdik degan fikr bekorga emas. Ularga ruxsat. Bugun endi bug'doyzorni oralab opa-singilni ko'rish uchun hojat yo'q. Tekis yo'llar bor. Qarindoshlari bilan jigarlar o'rtasida ko'proq mehrga muhtoj bo'ladigani, ko'proq qondoshini, jigarini darvozaga chiqib yoki derazadan mo'ltillab kutadigani opa-singil bo'ladi. Chunki opa-singil birovning oilasi u o'zini ruxsati bilan akasidan, ukasidan, otasidan, onasidan xabar olishga, diydorlashish uchun unda imkon yo'q, fursat yo'q. Fursat ham imkon bor, lekin ruxsat yo'q. Shu uchun bekorga xalqimizda opasini